Assalomu alaykum radio anglayotgan barliq qarindoshlar va assalomu alaykum ekranimizni tomosha qilayotgan barliq qarindoshlar hammanglarga mush orqali uzilmas melodiyaning eng bir Alaysan programmasi orqali samimiyatimizni bizning qizg'in salomimizni yo'llaymiz. Rahmat sizga. Rahmat aka. Xo'sh, endi hammamizning balalik shunday go'zal, tatlı aslimlari bo'lgan, tatlı hikoyalar bo'lgan. Odatimiz uzilmas melodiya programmasida shu malik ishimiz balalik to'g'risida gap chiqsa, xushqashlik sayrab ketamiz. Naqshimizni bayilqi. Balalikdan sevib mutulpar, balalikdan supurga do'tar deb degandek. Endi hammamizning balaligi shunday ma'nilik, suyumlik boshlangan balkim sizning mana shu balaligingizda sizga eng ta'sir qilgan noitimi tatlı, anglag'uchilar anglashni xohlaydigan hikoyalaringiz bor bo'lishi mumkin. Shularni bizga bir so'zlab bering, Abdulla aka, bir anglaylik fursatda. To'g'ri, siz degandek har qanday bir odamningki balalik hayoti o'zi uchun eng tatlı aslimini qoldirgan bo'ldi. Mayli u qanday sharoitda o'sib yetilgandan qat'iy nazar balalikqa yetadigan tatlı hayot yo'q. Shunga u mayli osmonga chiqib ketsin, mayli yaning qahriga kirib ketsin, o'zining balalik hayotiga yetgan bir davrning yo'qligini keyin his qiladi ekan. Hozirmi qaytdingiz keladimi balalikqa? Biletim yo'q qaytaman. Endi men bizning naqshlarimizdan suyunib anglayotgan qarindoshlarimizga asos jihatdan ayon bir necha qatimliq albomlar orqali o'zimizningki qisqacha tarixlarimizni yozgan bilishlik. Endi shundaqmi yana bir qatim qisqacha o'zimni tunishtirib o'tsam, men shu bizning Janubning Maralveshi noyisining tunishki yezisida 69-yil 10-oyning 1-kuni dunyoga kelibdikanman. 69 bo'lsa, men darmidan 10 yosh cho'nki. Men 45 yosh, men 35 yosh. Men 20 yosh. Sizda kichikkansiz. Haliga qarashtiramiz. Endi shu vaqtlar madaniyat inqilobining mezgili to'liq oyoqlashmagan vaqti ekan. Men aqlimni bilsam, bizning yurtlarimizda naqshi muzika asosan yo'q ekan. U bir mezgil madaniyat inqilobi qalayimqanchiligida bunday milliy soz, nag'ma, muzika, naqsha, usul degan umuman madaniyat, garchi madaniyat uchun epilgan inqilob nomida bo'lsa-mu, shu jumladan bizningki yurtlarimizda naqsha, soz asosan yo'q ekan. Biroq mening dadam shu aljutqa o'zining naqshlari, sozlari orqali tunilgan el sanatkor ekan. Shunday ataymiz endi. Shu men aqlimni bilsam dadamning dutovli aytgan naqshlarini anglab cho'ng'ilgan. Mening akallarim ham har biri birdan sozga havas qilgan. Anvar akam tambirga havas qildi, Shirali akam duttaga havas qildi, ilmi chaladi, ular o'z ich pushig'ini chiqara oladi. Shuning bilan cho'ng akam Abdulkimajim skripkaga havas qiladi. Kichik akam Abdukirim gitarga havas qiladi. Umuman ular o'zininki olgan dillariga o'zi huzur beraligidek bir muzika attributiga kelsa, ham o'z ich pushig'ini chiqara oladi. Shu ta'sirida men bu naqshi sozga erisman, amroq bo'lib cho'ng bo'lib ekanman. Endi esimni bilsam, aytganda o'rgansam og'zimda bir naqshining yoki bir muzikaning melodiyasi bor ekan. Hozirgi kelguncha bu mening bir odatimda. Hozir men aytganda uyg'onsam, mayli qanday bir qiyinchilikda bo'lsam yoki xushal bo'lsam, yetib uxlab qoldim aytganda uyg'onganda cho'qim bir melodiya og'zimda yo isqirtishimda shuning bilan uyg'onib shuni qilaman. 5 minut 10 minut ketadi, kayfiyatim tanishilib qoladi. Bu men uchun bir dura ayrılsam bo'lmaydigan dura. So'nishib yurib nurg'un ijodiyatlarni maydonga keltirib chiqargan shular. Lekin umuman shu bir kunlik xizmatning yoki bir kunlik turmushning yaxshi o'tishi uchun kayfiyatning tanishilishiga bu nihoyat yaxshi dura, men sizlarga tavsiya qilaman. Rahmat. Undan keyin 87-yili o'zimning orzusi bo'yicha shu Xinjiang san'at institutining tunji qaror aktyorlik kasbiga, ya'ni tunji qaror bo'lganda bu to'liq kurs tunji qaror ekan. Shu kasbda o'qidim. Garchi aktyorlik kasbida o'qigan bo'lsam, shu 4 yil jarayonida shu kichik vaqtimdagi shu naqshga bo'lgan havas bundan aylanmaydi, to'g'ri. Shuning bilan bu 4 yil endi mening bu kasbiy maktabda o'tkazgan hayotim menga texnik yaxshi bir imkoniyat berdi. Ancha naqshidan ilmiy darajada
bir ta'lim tarbiya ko'rgan bo'ldim. Acaba şu vaqtda Naqshband o'tgansiz Abdulla aka? Müzik fakültetini uchun Endi bizning tumshuq hozir shahar bo'lgan bilan burun u yezdi. U yerga nurg'un uchurlar kechikib boradi. Men u Shinjon san'at instituti degan bir cho'ng maktabning borlig'ini bilmaydim. Ammo naqshga amraqdim. Men bu naqshchi bo'lish cho'qim naqshchi bo'lib, elga tunilib, men bunda deydigan bu cho'ng menda bir arzu istaklamu bu baxmagan yezida men o'qib oliy maktabga o'tsam bo'ldi degan g'am bo'ldi endi. Men shu lekin naqshga bo'lgan havas, muhabbat mayt kuchli bo'lg'achqa meni oxiri bu Shinjon san'at institutining shu drama fakultetining aktyorlik kasbiga imtihon oladigan xabardan nihoyatda bir tasodifiy uchrab qoldi. Bu uchurni kechikib kelgan. Ustiga ayatda imtihon oladi degan kuni. Bu imtihon oluvchilar bo'pmi bizning yezlarga berib olmaydi. U har qaysi viloyat markazlariga kelsan, Janubdan Qashqarga, Xotanga, Ko'rli, Oqsu degan markazlarga berib oladi ekan. Men shundaqda Qashqarga berib imtihon berishim kerak. Bizning oilada har bir ishlar otam bilan onamning yetakchiligida yig'in o'tkazilib qaror qilindi. Shuning bilan bu yig'in qisqa ichilib, men xabarni ko'rgan bir 2 soat ichida qarordan o'tdi. Otam dadamninki bir arzusimi bu 9 bolaning ichida birasi bir yaxshi san'atchi bo'la olgan bo'lsa mayliti degan bir arzulari balki ko'ngliga tutgan. 2 arzuyim bor. Birisi Islom institutida bir yaxshi o'qigan bo'lsa, agar bu bo'lmasa endi san'at bir maktablarda o'qib bir san'atkor bo'la olgan bo'lsa degan arzular balki shu rahmatlikning shu arzusini amalga oshirgansiz. men shu atsi Qashqarga berib imtihon berdim. Cho'ng acham Shamshnurning yetakchiligida shu yerga berib Qashqarda Mayra Zakir muallimimiz, ustozimiz Tursun To'xta aka, burunqi opera o'ynashning rahbari, qatorliqlar Tursunjon Sunun muallim bular berib imtihon olgan. Shu mening udul kelganim shu taqdir bilan aktyorlik kasbi, ammo san'at kasbiga imtihon berib az bo'lmagan bir kuchlar oqisida chaqiriq keldi. Shu 87-91gacha institut o'qidik. Ta'limimiz 10 kelib opera o'ynashga bizdan 3 artistni oldi. Uning birisi men, birisi Amina, yani birisi Yuksakjon Shijoat. Naqshada mening unda savolim keladi. Keladi, shay Saqlab turatdim-da. Shay aka berdi Abdullakamiz bilibdi-chi. Demak, Bayton Abdullakamning bunda degan gapi menga bak ta'sir qildi. U bo'lsa-mu shu oiladagi kengash, yig'in ichish, masalan, har qanday bir masala bo'lsa-da, shu oilaning mana shunday bir uluning mustahkam bo'lishi, bu oilaning hozirgacha xalqniki hurmatida mundaqcha aytgan vaqtida hammamiz Abdullakamlarniki oilasiga shunchalik hurmat bilan qaraymiz. Chunki bularniki to'g'ri. Hammamiz bak o'm bo'la. Demak, shu ota-onasining tarbiyasi ostida mana hozirgidek shunday bir yaxshi sharoit hozirlandi-da. Rahmat. Zubayda Tursun mush vaqtda bir narsa bir aslimini bir Abdullakamning huzuri bir sun pasaqmikin deyman. Abdullakam, Yuksak Shijoat, Amin adamlarning 94-yil sizlarning Qashqarda 94 Hekaning oldida uni biz aslim qilib saqlab qo'ygan. Hekaning oldida rasm o'tishdan ishlar bati o'chaqdi-chi. Mana. Bakirama. To'g'ri. Oy. O'tdak vaqtimiz keldi. Demak, endi mush vaqtda Bayton siz degandek tuvanga o'yin qo'yg'il tushirgan vaqtinglar shundaqku. Ammo musuratim ko'rvag'il bo'ldi. Shu vaqtlarda Abdulla akam shu chashni uzun qo'yish pek moda bo'lsa kerak. Shundoq qilqinasan jonona degan naqshdan aytganim chashkadanda Abdulla akam shundoq. Siz kichik turib. Televizorlar ko'rmanda, o'ylaylik keyin o'tganda texnik mikroblogda ko'rib qoldik, ayrilishni, yoshlarning siri tarqalgan. Shu chog'da balaliq quvvandi yoshlikda havas qilib tuqmav chet elning zamonaviy musiqalariga. Endi u chog'larda bizda yangi zamonga tava ijodlarni aytgan bu naqsh musiqa sohasida to'laroq sirtning ta'sirini anglaydiq, sirtning naqsh musiqalarining ta'siriga uchraydiq. 90-yildan 94-5largacha biz Turkiyaning, O'zbekistonning har qaysi ellarning naqsh musiqalarini ko'p angladik. Uningdagi zamonaviylikni qabul qildik desak bo'ldi. Hatta takror aytgan naqshlarimiz bor. Barismanchoning,
Türk nakşçisi, zo'r nakşçı. O'zlashtirib ketgan. Turklar ko'p hurmatlaydigan kishi, ustozga o'xshash. Bu yoqdan O'zbekistonda Sherali Jo'rayev deymiz, shundoq katta nakşchilar naqshlarni anglaydiq. Shundan o'zimizga ya'ni uzuq olatdiqda kerak bo'lgan narsalarni. Hatto takrorlab aytadiq bu yerda. Endi shu chog'da shu madaniyatni ta'sirida endi qijilib cho'ng bo'lgan siri shuni bir qo'ymanglar desam bat qo'ydigan. Mesela hozir ko'rasiz qanaqa bo'lsa ishtiraklarimiz qanaqa hissiyati bo'lsiz shu vaqtga kechirik naqshlarni anglab qolsangiz ko'rib qolsangiz Anlaymi dastlabda yangi naqshlarim jamiyatda taqiqqa vaqtida u hayajonni hozirmi til bilan ifodalab beraman. Hozir hamda burun naqsh etish biz uchun bir amroq kasbimizni joriy ijro bo'lishi bo'lsa, bir naqshni ijro qilish bo'lsa, hozir bir naqsh uchun patamimizga bir mas'uliyat yuklangan bo'ldi. Har bir naqsh uchun ko'p o'ylaymiz, ko'p izlanamiz. Bu naqsha al anglagandan keyin qanday ularda qanday unum qanday ta'sir paydo qildi degan narsa uchun ko'proq boshqa turdan qildik. Shunga bu hozir bir naqsh etish va emas, bu mas'uliyat. Shundan hozir endi naqshlarimizni anglaganda uning uchun biz ko'p boshqa turib, ko'p o'ylagan bo'lg'achqa hozir biz uchun naqsha radioda ya bo'lmasa bir so'rlar naqshimizni anglasak ancha bekilqi burunqidek shashib ketadigan Ayni vaqtlarda Abdulla aka siz baytan deb aytdingiz, endi sal xijil bo'lma deb. Lekin shu vaqtlarga nisbatan yana shu davr qabul bo'ladigan, bunday vaqtda sizning shu naqshlaringizmi shu davrga nisbatan nihoyat zo'r rahmat shunday bo'lg'ay. Shunday bo'ladi hozirgacha sizning naqshingizni al suyib anglayotdi. Siz ham diqqat qildingizmi shu Abdulla akam naqsh aytmoqchi bo'lsa baytan degandek oldi bilan shu tekstni bek yaxshi tanlaydi. Bu shu 40dan oshganlarni Abdullahdan texmi pishgan, texmi saviylik naqshlarni aytadigan bo'lib ketdi. Asosan cho'nglarimizni bek yoqtirib anglaydi bu naqshlarni yoshlarimiz. Hammasiga o'rtaq bir yo'sin dunyovatida ham shu naqshlarni birini anglamdik hozir. Undaq bo'lsa, oldidagi, ekran oldidagi qarindoshlarimizga naq maydonda o'zingiz hozir mush davrlarda yaxshi ko'rib, o'zingiz suyib aytayotgan naqshlaringizni bir ana ariya o'rlab berasiz. Xo'p, bo'ladi. Biz hozir Zübeydem o'zi 40 dan o'tgandan deb qoldi. Bizning ansambldagi bolalarni saqlab turyapti. Ko'pchilikka qarindoshlarimizga shu 40 dan o'tganda degan naqshni o'rlab bersak, nima bo'lamda? Endi biz raqs qilayotgan bir oyda bo'ldi, shu zaldan chiqmay. Men bir ovozlarda ancha-muncha ekspertlik bo'lib qolsa, radio anglayotgan qarindoshlar to'g'ri tushunadi. Bilmay qaptiq. Üzülmez melodiya. Ötken günler cebrini, yüreğinin sabrını, yakınların kadrini bilersen kırdın ötkende. Ötken günler cebrini, yüreğinin sabrını, yakınların kadrini bilersen kırdın ötkende. Rayhanlarının etrini, muhabbetinin derdini, ferzendinin bahtini bilersen kırdın ötkende. Yazmaz kalemni, hata bastan kademni, canğı batkan elemni bilersen kırdın ötkende.
emas rishtini bilarsan qirqdan o'tganda qalbim o'zing amr at men odamga rahm et onang qadriga hamiya bilarsan qirqdan o'tganda otang qadriga hamiya bilarsan qirqdan o'tganda qirqdan o'tganda Abdullah akamın Naqsın Nahmeydan anlaşında hayacanlandık. Ama bu 40'tan aşkanda namlıq Naqşinimiz programımızda köp anlattık. Şunaqlı daim dayırgan gitimiz var. Belki şu tapda radyonu anlatkan suyumlik anlıqıcılarımız bolup olmuş. 40'tan aşkan anlıqıcılarımız bu Naqşini anlap ısıgan yerlerge bir mustek bir suni, kaynak suni, çayını tepkizgendek, içti vağandek hissiyat küçülmüş mümkün dep. Mesela şu Sahkamo Malik Bey. 40'tan aç demez mi? Abdullah akam yetgan vaqtida men shundoq bir hissiyotga keldimki, men 30dan eshibmi, demak endi 40dan oshganda haqiqatan qadrga yetdi ekanmiz, lekin mush 30dan halqibmi men shunchalik qadrga yetdimda. Demak men shu oliy maktabni bitirib xizmatchi qilgan vaqtlarimda men shu otamdan vaqtsiz ayrildim. Shu vaqtlarda men o'zimning orzuim oliy maktabda bir yaxshi o'qib, xizmatga yaxshi bir chiqqan vaqtimda tunji cheyimni, tunji bir maoshimni mush uydagilarga bir xashlab olsam, mushdan bir mehmon qilib olsam degandek bir orzularim bor edi. Lekin afsus u vaqtlar menga nasib bo'lmadi. Demak bizdan ayrilgan vaqtlarda biz shuni o'ylab qoldik ekanmiz. Shu vaqtlarda men asli mundaq qilsam bo'pti-ku, undaq qilsam bo'pti-ku deb. Demak 30dan halqaga vaqtimda men bu o'ylar kelib bo'lgan. Endi Abdullah akamnikin anglagandan keyin 40 yoshda halqaga vaqti texmi biz 40dan o'tganda degan gapni o'zi agar 40 yoshdan o'tganlarga bevosita ta'sir qilsa, shu aqlga to'shqanlar, mana hozir zamon taraqqiy qilib kallangni ilg'or bo'lib ketdi. Biz 40 yoshda o'tganda bilganingizlar 30 yoshdan oshganda bilyapsizlar. Shu demakchi bo'g'ini keltirib oldim. aqlga kelgan vaqtida odam hammani biladi ekan, ma'lum bir yerga kelganda hammani his qiladi ekan odam demakchi-da. Ani shu his tuyg'ularni Nuqul 40 yosh degan gap emas. Odam jiq narsalarni keyin his qilib qoladi-da, keyin bilib qoladi. Şoňlaşqa bardy, qadrlişimiz gerek diýenler. To'g'ri. Xo'sh, Sahka. Endi biz temani mundaq bir gap baqayli. Abdullah aka, sizning naqshlaringizni hammamiz suyib anglaymiz ham qoyil bo'lamiz. Endi mushu etot jihatdagi ortiqchiligingizmi bor. Siz bek pat-pat etotlarga chiqmaysiz, ammo chiqsangiz u etotni voyaga yetkazib o'rlaysiz. Biz mutaxassis bo'lmasak ozroq baho berib qo'yamiz. Bu baho katta baho. Bo'libmi shu yilqi uzun chash vaqtlarimizda mushu Maynur muallim bilan ishqinlarning o'rlab chiqqan bir etotinglar bor. Ha, isim keldi. Onda qis bo'lmaydi. Kaçak salamadı deydi. Undan bo'lsa ashuningdan ozroq Zubayda siz Maynur muallim bo'lib berang. Abdullah akam men o'zining rolini ilaversin. Ashuni rejissor bo'lib beray. Boshlangan deb beray. Shuningda ozroq bir chiqishib ariya o'rlab beramsizlarsa? Rahmat. Men balki buning so'zlarini unutib qoldim, jimo. Zubayda siz Deb qo'ygan bo'lsangiz, Abdullah akamni azroq tayyorlab olayotganmiz. Hozir endi meydan sana dertten Abdullah akam cho'qim bor. Esida bor. Hozir sal qechyotidi. O endi ilqidek burungi yillardagi ish bo'lg'achqa hozir diqqat boshqa yerda bo'lgandan keyin balki so'zlar esimizda qolmagan bo'lishi mumkin. Shu ayni vaqtda bu qarindoshlarga yaragan. To'g'ri. Bu etotning ismi tilsizlar deb. Tilsizlar, to'g'ri. O ilqi bakli behuda ashurib boshqa o'z tilini unutib qolgan holda o'sha boshqa tillar bo'yicha so'zlaydigan bo'lib ketgan 2 yoshning o'rtasidagi aloqani tarsligi so'zlanadigan etot. Birisi rus tilida o'qib rus tilida o'qib ketgan, endi birisi yerda hanzuchida o'qib o'z tilini unutib ketgan, ikkisini o'tirdi uqishmaslik bo'lib ketgan bir hikoya endi. Ayshiyaqqa yilqi sahna so'zlaringizni esingizda yo'qmi? Qanday sahna so'zlari? Siz bir başladınız Zubayda onda olsa Maynur muallim bo'lib boshlang. Agar Abdullah akam faqat javob qilamsa, unda unutib deb. Здравствуйте. Меня зовут Zubayda deb boshlandi Ruscha uchoqda Abdullah akam. Uchoqda u yigit bu gapni bilmaydi. Bilmaydi. Hayron qoldi, faqat uqmaydi unda gaplarni. Chunki u rus tilini texmi bilmaydi. Shu mushunda o'qishmaslikdan o'tirdi. Bu ikkisi aslida tunishib
to'y qilish uchun bir tunish fursati hozir bo'lgan. Ikkisining birisi xanzurcha so'zlaydi, birisi ruscha so'zlaydi. O'ttirda bir o'rtaq til yo'q. O'xshamaslik sababli bu ish buzilib ketgan hikoya. Demak, endi biz bu nuqtani aka qistirishimizlik maqsad nima degan vaqtida siz naqshaga alohida diqqat qilasiz. Endi mush o'rilgan idotlaringizga biz diqqat qilsak, uning tugida shunchalik cho'nqur mazmunlar yo'g'rilgan bo'ldi-ku. Cho'ng Aysa akam bilan ishga itottirmiz. Pek-payzg'u bir-biridan shunday yaxshi ham kulishmay haqi huzur berdi. Shunday bu shu itot tanlash jihatlaridami siz uning mazmuniga alohida ko'ngil bildikansiz, shundaymi? Endi bu bizning o'qigan kasbimizda 4 yilda har bizning rasmiy kasbiy darslar boshlangan vaqtida bizga har kuni degidek topshiriq beriladi. Masalan, bizning sinfimizda bu kasb darsini anglaydigan 21 savoddoshimiz bor, 20 savoddosh. Har birimizga 2 dan 3 dan etot dizot parchalarini ishlab kelish topshiriq berildi. Degan bir soat kasbiy darsdan keyin tushdan keyin butun shu repetitsiyaga kirishib ketib qolamiz. Menmi 2 ni tayyorlayman, sizmi 2 ni tayyorlaysizmi? Bu üçümüzün birinci 6 etot bo'ladi. Men siznikiga chiqaman, siz menga chiqsiz. Shunday rol taqsim qilishimiz, mana bu rolga Zubayda tushdi, buni Malik tushdi deb. Shuning bilan bu tushdan keyin yetmay qoladi bizga. Kechgacha ishlaymiz. Ertasi har birimiz 2 dan 3 dan etot topshiriqni urlab bo'lguncha yana 4 soat vaqt tushdan burilib tugaydi. Eng oxirida ma'lum baholab chiqadi buni hammani. Nurg'un qiziqarli ishlar bo'ldi biz bu kasbni to'liq tushunmaydigan o'rganish bosqichlarimizda sahnaga olib chiqilib bo'lmaydigan ishlarni topshiriq ishlab boramiz. Bizning kasbiy ma'lumlarimiz bizni tuvanda o'tgan savoddoshlarni tomoshabin, sahnaga chiqqan savoddoshlarni artist qilib tarbiyalaydi. Pastkilar tomoshabin qanday inkos bersa, artist shuni qabul qiladi. Artist qanday inkos bersa, tomoshabin shuni qabul qiladi degan nazariya bormi? Amaliyatim shunday. Tomoshabinning kulgisi kelsa kuladi, yig'lig'isi kelsa yig'laydi. Biz shuning uchun xizmat qilamiz. Shuni biz tuvanda o'tgan savoddoshlar xuddi bizning turmushdagi ziritlarga o'xshash ular inkos beramiz. Ularni bizning shu inkoslarimizni qabul qiladi. Ba'zi savoddoshlar aytib qiziqarli kulkili ishlarni qilib qo'ysa, biz kulayverdik. Ana shunday qizg'in, ko'ngilli bir o'qish hayotlarimiz bo'lgan. Endi u chaqda cheniqqanlarimizning shu asosimizning yaxshi egallagan darslarimizning ba'zi foydali taraflarini hozir mana chunki shu etotlarni o'zimiz yezib, o'zimiz rejissyorlik qilib ba'zida masalan Xalmurod do'stimiz bilan bir necha etotlarga chiqdik, shu o'rgangan narsalarimizni ishlatdik. Ammo lekin meningki ko'proq vazifam naqshi bo'yicha bo'lg'achqa etotlardan jiq emas, endi u bir o'rtikab qolganda bo'ldi. Aktyordimu Abdulla aka, biz sizni yana mush sahnalar pat-pat ko'rishni orzu qilamiz. Chunki siz o'rilgan etotlaringiz nihoyatda tabiiy bo'lib, mush rol o'ynash jihatda. Buni biz bek maqtab ketdik. Bu degan rost gapimiz emas, siz endi mening oldimda turibsizlar, meni maqtab ketdi deb o'ylab qolmang, bu haqiqat. Endi bo'lsa shu etotlarga ozroq vaqtingizni bering. Albatta, u o'qigan kasbimizni yana yaxshi ko'ramiz. Fursat bo'lsa, ammo haqiqatan bu Xalmurod Umarningki san'at kechiligida men bu bir necha vazifalarni o'z ustimga olgan shundan ichida etotlarni chiqdim. Rejissyorligini qildingizmi deyman, aka? Rejissyorligini, artistligini ba'zi. U kechilikni yaxshi tayyorligimiz puxta bo'ldi, ammo ba'zi sabablar tufayli keyin surilib qoldi. Buyursa shu sahnada yana ko'rishib qolamiz. Bo'ldi. Xo'sh, Malik aka.